Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Aybxon.uz va bugun juda bir zo'r yangi o'yin o'ynaymiz. There is no game degan o'yinni o'ynaymiz. Ya'ni bu yerda o'yin yo'q degan o'yinni o'ynab ko'ramiz va birgalikda bunga baho berishga harakat qilamiz. Demak, ketdi, bu yerda o'yin yo'q. Demak, bu yerda o'yin bor ekan. Demak, game 1, ya'ni o'yin 1 deganga kirdim. Aha. Demak, birinchi bob deyaptimi? Birinchi o'yin boshlanishi, o'yindagi o'yin. Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Where's my speech? Oh, here it is. Meni yozuvim qayerda deb. I almost forgot the title. Don't panic. Don't panic. Hello, user. This is a program. Salom, foydalanuvchi programma gapiryapti. Bizda yomon yangiliklar bor. Bu yerda o'yin yo'q. To'g'ri deyapti. Lekin sen televizor ko'rishing mumkin, aylanishing mumkin yoki kitob o'qishing mumkin. Bu yerda umuman o'yin yo'q. Bizdan boshqa. Lekin ketaver deyapti. Men yaratuvchim u 12 bolani boqish kerak va u kasal. Ya'ni uni xotini kasal. U pul topish kerak deyapti. Bu uni ip ushlab turibdimi? U chiqish kerak deyapti. Biz umuman hech bola qila olmaymiz bu yerda. Faqat biz buni qo'limizda ushlab ko'rishimiz mumkin deyapti. Oho, demak, bu yerda o'yin boshlanib ketdi. Harflarda bu harflarga tegma deyapti. I give up. Whoa, great. The Brick Breaker, game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Demak, yil o'yinlari, Candy Saga, boshqa o'yinlar deyapti. What you're doing is pointless. I'm not a U game. harflar bilan nima qilyapsan? Bu programma oddiy va xolos deyapti. Men ketyapman deyapti. Juda qiziqarli o'yin ekan. Aslida bu o'yin emas, lekin o'yin. Shunaqa. Demak, bu hamma harflar sindirib chiqish kerak hozir. Hoppa. Yana bitta. Hoppa. Bravo, user. I'm clapping virtually. Bravo foydalanuvchi. Deyapti. Meni juda zo'r harflarim buzdi. Endi nima qilding? Endi nima qilamiz deyapti. Oho, qattiq qilib yozib qo'ydi. Mixlab yozib qo'ydi. Endi bular buzolmaysan deyapti. Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Hech baloga tegma. Klikla qilma deyapti. Okay, I get it. You want to play a game? All right. Sen o'yin o'ynashni xohlayapsan. Unda o'ynaymiz deyapti. Rochambeau. No,
We're gonna have a great time. UEFA You o'ynaymiz know it's the deyapti. one with rock, paper, scissors. Demak, tosh qaychi qog'oz o'ynaymiz deyapti. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will Demak, stop. bizga Here is my tushuntiryapti. choice. Demak, tanla Now it's deyapti. your turn to choose a card. 1 2 3 tosh. I win. What luck. Come on. Let's Ha, play u again. yutdi. Demak, yana bir marta ketdi. I win again. Ha, So much u fun. yutdi The yana. next one's yours. I just know it. Meni yutolmaysan deyapti. Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. Umuman taslim bo'lma. Sen yutasan deyapti. It's unbelievable. I win every time. Men har Try doim again. yutyapman. Bo'lishi mumkin emas deyapti. This is a great game, don't you think? Might get a little repetitive after a while. Ha, bo'pti. Demak, buni yutishimiz kerak ekan. I swear I'm not cheating. No, no, no. Yo'q, men cheat qilmayapman. Yo'q deyapti. Va yana yutqizdingmi deyapti. Ha, bo'pti endi. Nima qilsamki? Qaychi? Ay, yana yutqizdim. Every game you play, if I were you, I would do something more interesting, like cleaning the house. Sen uylarni yig'ishtirishing kerak yoki boshqa ishlar qilishing kerak deyapti. You really suck at this. Tell me your screen didn't fall asleep. Bo'ldi, hozir ekranda uxlab qolaman deyapti. The bad news is that you Har lose doim everything. yutqizyapsan, har doim. You're not breaking anything. That's great. Tushunyapsanmi? Deyapti. I think I'm going to shut up and watch your video gaming demise in silence. Demak, help deb bosamiz. Ha, qaychi bilan It's the buni perfect kesib time to tashlash quit kerak the deyapti. program. Da qaychini olib turib, buni kesib tashlash kerak deyapti. Ha, demak, u qayt chiqarganda bu yerga olib uni kesib tashlashimiz kerak deyapti. My scissors! Ha, No! voy, yomon bo'ldi. The safety airbag. Ya, bu atyorgan. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Oho, tepadan biror nima tushdi. Ye, ovozi. Get rid of me or what? Demak, buni ovozini yo'q qilib qo'ysa bo'lar ekan. Stop it! Yana ovozini ochib olyapti. Demak, bu yerda yana nimadir qilishimiz kerak. Podskazkani ochamiz. Ha, tushundim. Uni mana shu mishkasi bu sharni yora olar ekan. Demak, sharni pastga tushirish kerak. Ya, demak, bunikini olamiz. Hay! Sharni yorib yubordik. Buni sichqonchasi bilan, demak, You've got to be kidding me. nima qilyapsan men bilan? Qara, nima qilib qo'yding? If you want to break things, And go play Battle of Duty instead. Battle Duty o'ynaymiz sen bilan deyapti. Ye, buni atyorga qildik dedi. Va ochish kerak. Umuman tushunmayapman, nimalar qilyapsan, foydalanuvchi deyapti. Yo'q deyapti. Ha, endi bu yerga kalt kerak. Topol gilam tagida. Doesn't matter. The key to this door is on my side. Demak, bu tarafda. Qanday xafali. I told you it doesn't fit. Ha, demak, eshik bu tarafdan ekan. I told you it doesn't fit. I told you it doesn't fit. Demak, u ochishga yo'l qo'ymayapti. I told you it doesn't fit. Nimadir qilishimiz kerak, demak.
Yana podskazka olishga majburman. Bu yerda demak bu tarafga o'tsak bo'lar ekan va bu tarafga. Get out of here. It's private. This is backstage. You shouldn't be here. You're going to catch cold. Bular tushirsa bo'ladimi? Go back to the title. Correction. My ex-title. Boy, you're so stubborn. Nimadir qilishimiz kerak, lekin qilmayapman. You can leave now. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just... Ana sichqonchasi bilan ochyapman. Let me put it back. There we go. Qani ketdi deyapti. Buni ocha olmaysan deyapti. Demak, birinchi bu bilan ochib turib, keyin bu bilan ochsam. I told you it doesn't fit. Ha, birinchi bu bilan ochib, keyin bu bilan. I told you it doesn't fit. Yo, u meni qo'yib yubormayapti ochishimga. Demak, tezda qilsak buni. Birinchi buni, keyin buni, keyin buni. I told you it doesn't fit. Yoki I told you it doesn't fit. I told you it doesn't fit. yana podskazka olishga majburman va ha, demak bu tillarni monolar bizga yordam berar ekan gilam sifatida. Demak, buni olish kerak ekan hozir. Balkim bu mishga yordam berar. Balkim bu demak yana bitta podskazka olishim kerak. Kechirasizlar, bu o'yinni men umuman o'ynab ko'rmaganman va bilmayapman. Qani ключ невидимо подойдет под один из самых fransuzский. Bildim. Va fransuzlarda joyiga bitta kalit tushar ekan. Bu fransuz til degan joyiga. Qani bu Fransiyaning bayrog'i. Agar adashmayotgan bo'lsam, balkim budir. Yo'q. Demak, hamma kalitlarimni tiqib ko'rishim kerak. Bu qaysi men bilish uchun. Va lekin boshqa podskazka yo'q. Demak, bittasi kalit hozir. Nima qilsamkin? Nima qilsa bo'ladi bu yerda? Alo, kimdir bormi? Demak, to'xtanglar-chi. Mana bitta zamokni ochib buni oldim. Lekin kalit. What's that blue thing under the door? I don't understand what you're doing. Buni tagiga qo'ydim. Where's the key? Kalit olib oldim. Sen eshak ekansan deyapti. I hope this will calm you down. Endi o'zim bosa olaman. Endi hech bola buni ocha olmaydi deyapti. It won't work. I'm telling you. Senga gapiryapman-ku deyapti. It's useless. Like your neurons.
Ko'rdingmi, foydasi yo'q deyapti. Ocholmaysan deyapti, lekin men ocholayman. Ha, demak bu yerga bitta narsani topib olib kelishimiz kerak. Bu yerda qanaqadir narsa turibdi. Mana shu ham bitta joyga tushish kerak, adashmasam. Mana bu yerga qanaqadir ikkita narsa kerak ekan. Endi podskaska olishga majburman. Ha, demak katta kitob sizga yordam beradi deyapti. Bu kitob. To'g'rimi? Bu kitobni varaqlasa bo'larkan. Topdim. Buni burab olsa bo'larkan. Juda qiziqarli o'yin. Demak, topib oldim bunisini. That last sentence was a little weird. Endi oxirgisi qoldi. My system doesn't like that. Especially when it goes too Meni fast. sistemam buzilib qoladi deyapti. Juda tez qimlatsang. Especially when it goes too fast. Ha, demak tez qimlatish kerak ekan. Bu sistemasi buzilishi kerak. Moving so fast, you're going to saturate my RAM. Meni xonalarimni barbod qilasan deyapti. I warned you. Yana bittasini topib oldim. You're stealing from my memory too. You're Hamma yo'g'ni buzib, dabdalasini chiqarib yubordim. Endi ochiladi. Damn it, there's nothing left I can Bo'ldi, use to help to'xta me. deyapti. But I have no choice. Let's go, let's go, let's go. To'xta. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. deyapti. I'm very upset. Va No, bugun the men program is loading, and there's nothing I can do to charchadim. stop it. You're good. Boshqa chidolmayman. Say, it's taking a long time to load. Bu juda ko'p vaqt oladi. The progress bar stopped moving. It even looks like it's U moving backwards now. orqaga When harakatlanyapti. you are in the program. Oh, yeah. Qanaqadir programma Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, stop already. Hands up. Don't touch anything else. Except that you just never give up, do you? The program is going to close due to an unexpected error. Program xatolikka yuzdi deyapti. Oh, this is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not fake. Joy boshqa qurilma, bu yerda boshqa operativ sistemalar bor va papkalarni ochib Asking. bola yo'qligini bilishim mumkin deyapti. Bu shkafni aylantirib bitta kalit topib oldim. Bu narsalarni aylantirsa bo'lar ekan va parol topish kerak ekan va muzikalar. Yomg'ir. Boshqa demak, bu kalit nimagadir bizga kerak. Kalit bir yong'oq. Demak, bu yong'oq deyapti. Men yong'oq qachon topaman? Bilmadim. Definitely shouldn't miss it. Go. Demak, bu yerda bitta narsa bor. Menimcha yomg'ir qilish kerak. Keyin bu yerda yomg'ir yog'an.
Yo'q. Lekin musiqaning bitta aloqasi bo'lishi kerak bunga. Memory. Kontaktlarda hech bola yo'q. Lekin buni qopqog'ini ochdim, kartinkani va kartinkada bitta o'yin. Oho, juda mashhur bo'lgan bitta to'pni anaqa qiladigan o'yin. Demak, bu yerda ball yig'ishimiz kerak menimcha. Ha, mana 2500 ball yig'ishimiz kerak ekan, high score qilish kerak ekan. Xullas, hoppa. Ana va pauzaga qo'yildi. Wow, rekordni buzolmaysan deyapti. Bu yaxshiroq deyapti. Demak, buni qilsa bo'lar ekan. Demak, cheaterli yo'li bilan programmani buzdik. Programma o'ldi, bo'ldi. Endi juda oson bo'lib qoldi. Buni harakatlantirib endi. Demak, bu sovrin beradi bizga. Menimcha bu sovrin shu yomg'ir suvini olib to'g'ri qilsa bo'ladi. Juda zo'r. Endi bu yerga kiramiz, suv quyamiz. Endi quyosh bo'lish kerak. Quyosh qayerdan topadi? Quyosh balkim. Bu quyoshni berar balkim. Mana. Demak, suv olamiz birinchi. Keyin musiqa olamiz. Endi bizga quyosh kerak. Kartikada parol bor. ID kartada nomer top deyapti, kodni topishdan keyin uni yoqtirgan raqamni topgan. Tokiodagi Miss Tokioda ortiqcha anaqasini topyapti. Ortiqcha narsasi anaqasini topyapti. Qani ID kartasiga kirilichi ID karta. Bu yerda ID kartada hech qanaqa nomerlar yo'q. ID kartasida faqat birlar, nollar turibdi. Demak, endi uni yoqtirgan raqamlarni topish kerak. Bu nima? Endi buni qilish kerak. Yo bo'ldi. Endi bir podkaska olish kerakmi deymanda. Bo'pti, bitta podkaska olamiz. Buzilgan narsalarga e'tibor bering deyapti. Endi nimasiga e'tibor bersamki? Demak, bu muzikalar orqali bitta narsa qilsa bo'ladi. Buni ochish kerak, Zing VIP degan narsani. Demak, hozir men qaytaman. Demak, men podkaskalar bilan va boshqa narsalar bilan topib oldim. Demak, biz mana shunaqa muzikaga qo'yishimiz kerak va bu o'zi chiqdi ekan. Demak, bo'ldi. Endi demak, buni ochib oldim. Ochilishni, superlishning 18 plus. Yatsiyasilar bor ekan lekin. Endi bu yerdan kodlar topish kerak. Qanaydir kodlar bo'lish kerak bu yerda. Faqat Miss Tokyo debdi. Topdim. 496 496
996 bo'ldi. 496 ve Pravda 02 depti. Hmm. 92 nechiydi hozir? 496 kim? Greetings. You don't know me. Bilasan meni? Men programmaman. I just wanted to say that 496 these pictures are ve I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. Yok. And they're not oynamayman. mine. It's for a friend. Bu mening boshqa do'stimniki deyapti. Plus 4 9 6 topdim. Yana 3 ta raqamni topish kerak. Xo'p. 3 ta raqamni topish kerak yana. Endi bizga quyosh qayta topish kerak. 27 ni topdim. Menimcha 4 9 6 27 1. Demak, ID kartasini qarab chiqish kerak. ID kartasida bitta raqam bo'lishi kerak ekan. The cat is hungry. Meow. Meow. Yes, your conscience says you have a cat. And it's hungry. Va sening mushuging bor, u juda och qoldi deyapti. Meni o'zicha o'yindan chiqarib yubormoqchi. Ya'ni menimcha 0 bo'lsa kerak. 4 9 6 72 0. Yo 71 midi? 4 0. Demak, chiqarib yuboryapti. Yana chiqarib yuboryapti. Va demak 11. Ha, bo'ldi, kodni topdim. Conscience is telling you that 4 9 6 you're going to 71 turn off your machine 11. to save Ha, electricity ya'ni 11. and save humanity. 11. Ha. Demak, qidirish kerak ekan meni. Ha, faqat kodini bilish kerak. Demak, bu yerda 496 You should always listen to your conscience. And your conscience says, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. 496 balki bunda bitta narsa bor. Ha, 21. Bu yerda hammasi ajratib bermasa 21 ekan. Voy. Yo, bo'lmadi demak. Your conscience is telling you that the sun has just exploded. Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? 496 You waste. 21 demak, albatta bu ovozlarga e'tibor qilamiz va yana podskazka kerak. Podskazka bermayapti ham. Demak, hozir men hammasini topaman. Demak, men ikkita raqamni topdim. Lekin 27. Demak, 27 ni ham topdim. Bu 27 uni yoqtirgan raqam ekan. Ketdi demak, terib ko'ramiz. An
27 bo'lishi. Albatta, uni topolmayapman va bo'pti. Juda qiyin ekan, judayam. Bu ham gapiraveryapti har xil narsalar deb. Balkim bu yordam berar. Yetti yuz yigirmami? Yetti yuz yigirma bir degan raqamni ham topdim. Bu suv bir yoqqa kerak bo'lsa kerak balki. Bu yerdan kichkina qilib qo'ysa bo'lar ekan. Narsalarda ekan. Bu kubikchani juda kichkina qilib qo'ydim. Endi bu kubik breakga kerak bo'ladi. Ha, kartinkada podskaska bor deyapti. Mana parol. ID kartasining nomeri 21. Keyin uni yoqtirgan raqami 3, 2, 1, 0. Demak, men kodini topdim va demak bu yerda kodi 364 va 294 ekan. Demak 364 294. Yana podskaska olishimga to'g'ri keladi. Lekin boshqa podskaskalar yo'q ekan. Demak, S kodni ishlatish kerak. Demak, yana bitta kod bor. 294 364. Ve yana bitta kodni topganman. Kechirasizlar, shunday qilishga majbur bo'ldim. Chunki nimadir bo'lish kerak edi bu yerda. Demak, bu yerda birinchi qism o'z nihoyasiga yetadi. Afsuski, men kodni topolmadim, lekin albatta ikkinchi qismda kodni topaman va sarguzashtlar qilaman. Undan ham qizig'roq. Va agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimga ham obuna bo'linglar. Xayr. Salomat bo'ling.